Bismillahirrohmanirrohim. Har bir kishi gunohdan poklanish, savobga erishish niyatida haj va umrani ado etishga intiladi. Biror bir mo'min musulmon yo'qki, Makka va Madinani ziyorat qilishni orzu qilmagan bo'lsa. Bu omonlik diyorida ko'ngillar xotirjam, ko'zlar esa Ka'bani ko'rishga oshiqadi. Mo'min kishiga hayoti davomida bir marta umra qilishi ta'kidlangan sunnat amal. Qur'oni Karimda haj ibodati bilan umra ham zikr qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Allah uchun haj va umrani tugal ado eting. Baqara surasi 196-oyat. Muhtaram yurtdoshim, Alloh taolo sizga millionlab musulmonlar orasidan umra safariga borish ne'matini nasib etgani muborak bo'lsin. Yurtimiz ziyoratchilari umra safarini Madina-i Munavvaradan boshlaydilar. Ushbu muborak shaharda Masjidul Haromdan keyingi eng mo'tabar bo'lgan Masjidun Nabaviy joylashgan. Bu yerda Nabiy alayhissalom, ikki ulug' sahoba Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning qabrlari mavjud. Rasul alayhissalomning qabrlari tomon borayotganingizda u zot bilan uchrashishingizni, sizni eshitib turishlarini his eting. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim meni o'limimdan keyin ziyorat qilsa, xuddi tirikligimda ziyorat qilgandek bo'ladi deganlar. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim meni qabrimni ziyorat qilsa, shafaatim unga vojib bo'ladi dedilar. Imom Bayhaqiy rivoyat. Umrachi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilishda orqasini qiblaga qilib, yuzini Ravza-i Sharifga burib, ko'zlarini yerga qaratgan holatda hayo va go'zal odob bilan salovat va salom yo'llaydi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror kishi menga salom bersa, albatta Alloh mening ruhimni qaytarib beradi va men o'sha odamning salomiga alik olaman deganlar. Imom Abu Dovud rivoyat. Shundan keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qabrlariga ro'baro bo'lib salom beriladi. So'ng Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning qabrlariga ro'baro kelib salom beriladi. Masjidun Nabaviyda jannat bog'laridan bir bog', Ravza degan joy bor. U Nabiy alayhissalom dafn etilgan hujrai saodat bilan minbar orasida joylashgan. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyim bilan minbarim orasida jannat bog'laridan bir bog' bor deganlar. Ayrim ulamolar bu joy oxiratda yana jannatga qaytariladi deb aytganlar. Umrachilar asosiy vaqtlarini Masjidun Nabaviyda toat ibodat bilan o'tkazadilar, chunki bu yerda qilingan ibodatlarning savobi bir necha barobarga ko'paytirib beriladi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening masjidimda o'qilgan bir namoz Masjidul Haromdan tashqari boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 ta namozdan yaxshiroqdir deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Hamyurtlarimiz Madina shahrida Qubo, Qiblatayn masjidlari hamda Uhud tog'ini, Baqiy qabristonini ham ziyorat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim uyida tahorat qilib Qubo masjidiga kelib namoz o'qisa, umraning savobini oladi deganlar. Ibn Moja, Imom Ahmad rivoyati. Ziyoratchilar Uhud tog'ida shahid bo'lgan sahobalarga salomlar aytib, ularning haqlariga duoy xayrlar qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'i bizni yaxshi ko'radi va biz ham uni yaxshi ko'ramiz deganlar. Madina-i Munavvara ziyorati nihoyasiga yetgach, umra amalini ado etish uchun tayyorgarlik ko'riladi. Mehmonxonada g'usl qilib, so'ng ihrom bog'lanadi. Ihromga kirish umra ibodati shartlaridan sanaladi. Ihromga kirishni niyat qilgan kishi avvalo g'usl qilishi, harom tuklari, soch va tirnoqlarni olishi mustahab amallardandir. Keyin ikki bo'lak oppoq matoni, birini kindigi bilan tizzasini to'sadigan qilib beliga tutadi. Bu izor deyiladi. Ikkinchisini esa yelkasiga aylantirib o'raydi. Bunisi rido deyiladi. Ayol kishi esa
Alloh taoloning uyiga munosib bo'lgan, ziynatlanmagan, shaffof, tor va ochiq bo'lmagan kiyimlarni kiyadi. Ihrom kiygan erkaklarga ham, ayollarga ham birdek harom bo'lgan amallar. Ihromda faqat erkaklarga harom bo'lgan amallar. Ihromda faqat ayollarga harom bo'lgan amallar. Umra miqotdan boshlanadi. Makka shahriga otlangan har bir ziyoratchi o'zining kelish mintaqasiga qarab 5 ta miqotning biridan o'tadi. O'zbekistonliklar uchun Zul Xulayfa masjidi miqot hisoblanadi. Umrachilarimiz shu yerda 2 rakat namoz o'qib, umra amali uchun quyidagicha niyat qiladilar. Allohumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni. So'ng talbiya aytiladi. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Talbiyani erkaklar baland ovozda, ayollar esa maxfiy tarzda aytadilar. Madina shahridan Makka shahriga kelgan ziyoratchilar dastlab mehmonxonaga joylashadilar. So'ng guruh rahbarlari boshchiligida talbiya aytib Ka'batullohga yo'l oladilar. Masjidga o'ng oyoq bilan xokisor holda kirilib, quyidagi duolar o'qiladi. Bismillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma ighfirli dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ka'ba-i muazzamani ko'rgach, talbiya aytishni to'xtatadilar. Ka'baga ilk ko'z tushganda qilingan duolar qabul bo'ladi. Rasululloh alayhissalom quyidagi duolarni qilganlar. Allohumma antas salam va minkas salam hayyina robbana bis salam. So'ng ziyoratchi niyat ila tavof qilishga kirishadi. Tavofda 4 marta aylanish farz, qolgan 3tasi esa vojib. Tavof umraning rukni sanaladi. Tavof Hajarul Aswad, qora toshning ro'parasidan boshlanadi. Sunnatga muvofiq ridoning bir uchi o'ng qo'ltiq ostidan o'tkazilib, chap yelkaga tashlab olinadi. Ka'bani aylanib tavofni boshlagan joyga, ya'ni qora toshning ro'parasiga kelganda birinchi tavof yakunlanadi. Hajarul Aswadning to'g'risiga kelganda Bismillahi vallohu akbar deya ishora qiladi va navbatdagi tavofni boshlaydi. Hajarul Aswad joylashgan joyni bildirish uchun o'ng tomonda yashil chiroq belgilari ham bor. Tavof qilayotgan kishi tahoratli bo'lishi shart. Erkak kishi avvalgi 3 aylanishda imkon qadar tezroq yurishi sunnat. Umra qilayotgan kishi rukni yamani va Hajarul Aswad oralig'ida quyidagi duoni o'qishi sunnat hisoblanadi. Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azaban nar. Tavof davomida zikr va duo bilan mashg'ul bo'lish lozim. 7-aylanish nihoyasiga yetgach, o'ng yelkani yopib, maqomi Ibrohimning ortida 2 rakat namoz o'qiydi. Agar maqomi Ibrohim ortida namoz o'qish imkoni bo'lmasa, haram hududida qayerda bo'lsa ham ado etaveradi. Ushbu namozni o'qish vojib sanaladi. Mazkur namozning 1-rakatida Fotiha surasidan keyin Kafirun, 2-rakatda esa Ixlos surasini o'qish tavsiya etiladi. So'ng Safo Marva tomonga sa'y qilishga niyat qilib yuriladi. Sa'y qilishdan oldin Zamzam suvidan ichish mustahab. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zamzam suvi nima uchun ichilsa o'shangadir. Agar uning shifo bo'lishini so'rab ichsang, Alloh senga shifo beradi. To'yish uchun ichsang, Alloh seni to'ydiradi. Chanqog'ingni ketkazish uchun ichsang, Alloh seni qondiradi deganlar. Safo va Marva tepaliklari orasida sa'y qilishda dastlab Safo tepaligiga chiqib bunday duo qilinadi. Nabda'u bima bada Allohu bih. Keyin quyidagi oyat o'qiladi. Innas safa wal marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Qiblaga yuzlanadi. Allohga hamd va takbir aytib, uni ulug'laydi va ixlos bilan bunday duo qiladi. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd, va huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illalloh wahdah, anjaza wa'dah, va nasara 'abdah, va hazama al-ahzaba wahdah. Ushbu duoni 3 marotaba takrorlab, keyin yana boshqa duolar qilinadi. Alloh taoloning zikri va duolar qilib, Safodan Marva tomonga odatiy yurish bilan tushib kelinadi. Toki yashil chiroqqa kelganda tez-tez yuriladi. Yashil chiroqlar tugaganda esa yana oddiy yuriladi. Marvaga yetib kelganda esa Safoda qanday amallar bajarilgan bo'lsa, Marva tepaligida ham Ka'baga yuzlanib duolar qilinadi. Shu bilan birinchi sa'y ado etilgan bo'ladi. So'ng Safoga qaytiladi. Har gal Safodan Marvaga borish yoki Marvadan Safoga qaytish sa'yning bir martasi hisoblanadi. Sa'yni shu zaylda davom ettirib, oxirgi 7-qatnash Marva tepaligida nihoyasiga yetadi. Shu bilan ushbu vojib amal ado etilgan bo'ladi va 2 rakat nafil namoz o'qiladi. Umraning so'nggi amali esa sochni qirdirish yoki bir bo'g'im miqdoricha qisqartirish hisoblanadi. Bu ham vojib amal sanaladi. Ayol kishi esa sochining o'rimlarini jamlab taxminan 3 sm qisqartiradi. Faqat shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, qisqartirishda sochining barcha joyidan qisqartirishi lozim. Shu bilan umra nihoyasiga yetgan hisoblanib, umrachi ihromdan chiqadi. Ziyoratchi umra qilgandan so'ng to vatanga qaytgunga qadar vaqtni g'animat bilib, Masjidul Haramdan namoz o'qish, Ka'ba-i muazzamani tavof qilish va duolar bilan mashg'ul bo'lishi lozim. Bu yerdagi har bir yaxshi so'z va har bir ezgu amalning ajru savobi ham bir necha ming barobar ko'pdir. Makka shahridagi safar davomida yurtdoshlarimiz Arafot, Mino, Muzdalifa vodiylari, Nur va Savr tog'lari ziyoratlariga uyushgan holda olib chiqiladi. Ziyoratchilarga tavsiyalar: surunkali xastaligi borlar safar oldi davolanishi, muntazam ichadigan dori, kasallik tarixi ko'chirmasi va yurak kasali borlar elektrokardiogrammani, ya'ni EKGni olib yurishi. Mehmonxona, harami shariflar, aeroportlar hududlarida bepul tarqatiladigan diniy mazmundagi disk va adabiyotlarni olishdan tiyilish. Qur'oni Karim mushafi bundan mustasno. Mehmonxonadagi jo'mrakdan oqadigan va harami shariflar hovlisida tahorat uchun ajratilgan suvlar texnik bo'lib, uni ichish sog'liqqa zarar. Harami shariflar yoki ko'chaga chiqqanda kamzul kiyib, bejik taqish. Masjidul Haram va Masjidun Nabaviyda Zamzam suvlari turadigan idishlardagi yashil rangda not cold iliq suv deb yozilgan Zamzam suvlaridan ichish. Harami shariflarda ayollar o'zlariga ajratilgan joydan namoz o'qish, shuningdek Masjidun Nabaviydagi imomdan oldindan namoz o'qishdan saqlanish. Shaxsiy buyum, hujjat va pullarga doim ehtiyot bo'lish. Saudiya Arabistonining barcha qonunlariga, jumladan Masjidul Haram va Masjidun Nabaviyda o'rnatilgan tartiblarga amal qilish. Alloh taolo umra ibodatiga otlangan barcha yurtdoshlarimizning ibodatlarini qabul, duolarini esa ijobat aylasin.